Bahorning eng go'zal bayrami 8-mart kirib keldi. Aziz va mo'tabar ayollarimizni ushbu quvonchli kun bilan chin qalbdan tabriklaymiz. 8-mart mehr, e'tibor va minnatdorchilik kuni. Bu kunda onajonlarimizni, opa-singillarimizni, umr yo'ldoshlarimizni va barcha ayollarni xursand qilish uchun katta sovg'alar shart emas. Samimiy tilak, iliq so'z va kichkinagina e'tibor ham ularning qalbiga cheksiz quvonch ulashadi. Tabriklar TV orqali dilingizdagi eng chiroyli tabriklar va samimiy izhorlar egasiga yetkaziladi. Birgina qo'ng'iroq orqali yaqin ayollaringizga mehr, quvonch va bayram kayfiyatini ulashing. Aziz ayollarimizni o'zgacha va unutilmas tarzda tabriklamoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.